Hoynahoy bugun yana Anorani to'y bo'lsa kerak deb o'yladik. Ushlab turingda. Mumkin emas lekin Anor. Yo'q, nimaga? Biznes ledi sifatida men o'zim biznesimni himoya qilishim kerak. Xafa bo'lmaysiz. Oyiga 3000 dollar arendaga to'lar kerak. Bu arendani o'zi. Undan tashqari meni Farg'onada ham filialim bor. Turkiyaga ham sotib qo'yamiz hozir. Hozir bitta ko'ylak 2000 bo'lsa tasavvur qilaylik. Bir kunda 10 ta klient kelsa, bu degani 20 ming a. 3D gullari ruchon robotada bittalab yasab chiqilgan. Mana shu ko'rib turgan ko'ylaklarni 3 oy davomida yaratilgan. Birinchi ijara haqqi 2500 dollarga baholangan. Sobiq turmush o'rtog'imga takon rahmat aytaman. Ajrasing, shallama bo'lib ketasan degan qimmat tikkanim 10000 dollar bo'lgan. Pul ishlash uchun ochilgan biznes uzoq muddatli brendga aylana olmaydi. Yillar davomida hashamdorlik minimalizmga aylanib ketyapti Anora. Malaka oshirish uchun Anora atelyesi Dilnoza opa kechiring meni. Ishchi bo'lib kirganman. Budur atelyesiga kirib sistemani o'rganib chiqaman. 18-19 yoshda turmushga chiqqan. O'zim xohlagan ko'ylakni kiya olmaganman. O'sha armon bo'lib qolganda, boy xonadonni juda ham shoh farzandiga berishgan meni. Adam o'zlari berganlar, adam o'zlari Ajrashtira olganlar. Otam boqsin yoki akam boqsin deb o'tirmaganman. Noldan ko'tarilgan. Shunaqa. Hoynahoy bugun yana Anorani to'y bo'lsa kerak deb o'yladik. Ushlab turingda. Xosligiga bitta zo'r ma'lumot aytaman. Odatda kelin ko'ylaklar, oq liboslar haqida ma'lumotga egamiz, lekin uning ortidan qancha pullar kelishi haqida bilamizmi? Bugun Rich xonimning ilk sonida esa oq liboslar biznesi va uning ketidan keladigan xarajat, kirim-chiqimlar haqida suhbatlashamiz. Xo'sh, oq liboslar biznesdan qancha ishlash mumkin? Demak, bugungi mavzuimiz juda ham qiziq bo'ladi. To'y liboslar saloni odatda qancha pul topadi, oyiga qancha xarajati, qancha kirimi bo'ladi. Shular haqida hozir batafsil gaplashamiz. Xo'sh, biz hozir 2-qavatga ko'tarilyapmiz va aynan bu yerda Issy Wedding House, ya'ni ham joylashgan to'y liboslar saloni. Xo'sh, sizlarga jarayonlar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Oxirigacha ko'ring. Doimiy harakatda. Men qanaqadir dieta qilmayman yoki nimadirlar qilmayman. Menimcha juda ham yosh boshlaganman. 7-sinfimda boshlaganimni bilaman. Taxminan 50,000-60,000 dollar atrofida. 50,000-60,000 ketgan. Meni yo'nalishimda ham B2B ham B2C yo'nalishi bor. 12 ta viloyat bo'yicha salonlarimizga ham optim o'yinni tikib ishlab chiqarib beramiz. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkiyaga ham sotib qo'yamiz hozir. Amerikadan ham individual buyurtma olamiz. Buyurtma asosida ko'ylagimizni chiqarib taqdim qilamiz. Bu kunga yetib kelishi o'zi bo'lmagan. Juda qiyinchilik ostida klient kutgan vaqtlarim bo'lgan. Kostyum, kundalik fason yoki nimadirlar, unda meni qiziqishim yo'q edi. Syomkaga kelishimiz aytganimizda ular aynan bugun yakshanba bo'lsa ham ishlashlarini aytishgandi. Demak, to'y liboslar saloni dushanbadan yakshanbagacha ishlar ekan, qoyil. Keling, bugun eng yaxshisi to'y liboslar salonidan qancha foyda keladi va qancha xarajati bo'ladi va nima uchun bunday biznes ochish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Bugungi qahramonimiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? O'zi biz qanaqa tanishganmiz? Opa bilan bitta gap guruhda edik va ancha yildan beri to'y liboslar saloni bilan biznes qilishlarini bilardim. Ilk sonida bularni taklif qildim. Ismingul rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ismingul Sadiqova 17 yildan beri kelin ko'ylaklar savdosi biznes bilan shug'ullanadilar. Xo'sh, o'zi aslida men ulardan kichkinaman, lekin yosh ko'rinadilar. Adashmasam 93-yilsiz, a? 93-yilman. Bunday yosh ko'rinishingiz siri nimada? Uning siz mehnatda bo'lsa kerak. Doimiy harakatda. Men qanaqadir dieta qilmayman yoki nimadirlar qilmayman, chunki shundoq ham ish faoliyatim aktiv bo'ladi kun davomida. Bizning loyihamiz, eslatib o'taman, Rich xonim deb nomlanadi. Bugun esa ilk soni va ilk sonida esa ana shunday o'z mavqeiga, shaxsiy brendiga ega bo'lgan Issy Wedding House'dan tayyorlayapmiz. Bu biznesingizni ilk marta boshlanish yili qachon bo'lgan? Necha yosh bo'lgansiz o'shanda? Menimcha juda ham yosh boshlaganman, даже eslolmayman. 7-sinfimda boshlaganimni bilaman. Demak, 14 yoshda bo'lgansiz. 14 yoshimda men o'zimni kichkina bo'lsa ham
sexim bo'lardi, atelyemotim bo'lardi. Sizga ota-onangiz 14 yoshingizda atelyemot ochib berishgan. Bu qanaqa bo'lgan? Xo'p. Oldin o'zimga ko'nayotganman. O'zimga ko'nayotganimdan keyin dugonam, sinfdoshlarim, qo'shnilarim buyurtma olib kela boshlaganda, keyin adam qulog'im tinchsin deb bitta hovlimizni burchak qismidan atelyemot qilib ko'cha tomondan Joy ochib berishgan. Shunda 17-18 yildan beri bu sohadasiz. Deyarli shunaqa desak ham bo'ladi. Lekin men bu joyni ko'rib to'g'risi hayratlandim. Juda ham zo'r zamonaviy, zo'r sharoitda ochilgan ekan. Buni o'zi bo'lmagan, bu paytgacha yetib kelish uchun qancha mehnatlar ketgan. Hozir bitta narsani gaplashib o'tirgandek, esmi gulapi bilan. Bu yerni ochilishini o'zi bo'lmaydi. Dizayni menga alohida yoqdi. O'zi bu joyni ochilishiga qancha pul sarflagansiz? Mablag' ketgan. Taxminan 50 ming, 60 ming dollar atrofida. 50 ming, 60 ming ketgan. Lekin biznesda lokatsiya juda muhim deyishadi. Siz ochgan joy Samarqand Darvoza, ya'ni Chorrahada joylashgan. Bu joy o'ziga qancha to'laysiz arenda? Kvadrat metri 20 dollardan, общий orqa tomonlar bilan hisoblaganda 300 kvadrat metrga yaqin joyiga pul to'laymiz. Shunda qancha bo'ladi? Примерно 3 ming dollarga yaqin pul. Oyiga 3 ming dollar arendaga to'lar ekan. Bu arendani o'zi. Bu arendani o'zi. Bundan tashqari soliq, svetli, qizlarning puli, komandani puli, bundan tashqari atelyemotimiz bor, orqa tomonimizda. O'sha atelyemotdagi ko'chlarimizni mehnat haqqi bor. Ularni hisoblaganda endi xo'p, jamoada shunda 6 ming, 7 ming dollargacha rasxod bor. Xarajatda 6 ming, 7 ming. Foyda qancha shunda? Foyda bizda mana bir oyda eng kamida 30 yoki 40 ta koni ijaraga ketadi, ijaraga chiqadi ya'ni. Mani yo'nalishimda ham B2B ham B2C yo'nalishi bor. Bu degani ya'ni ham ijaraga beriladi, ham optim sotilinadi. 12 ta viloyat bo'yicha salonlarimizga ham optim konini tikib ishlab chiqarib beramiz. Bu demak hozir kelinlarga xizmat ko'rsatish joyi. Optim joyingiz ham shu yoqda. Bu bitta filialimda. Undan tashqari meni Farg'onada ham filialim bor va Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkiyaga ham sotib qo'yamiz hozir. Amerikadan ham individual buyurtma olamiz. Buyurtma asosida ko'ylagimizni chiqarib taqdim qilamiz. Qo'yil, keling hozir ko'ylaklar haqida gaplashsak. O'sha ko'ylagingiz menga juda ham yoqdi. Shuni narxi qancha taxminan? Misol uchun men kelin bo'lib keldim. Shu ko'ylakni menga qanchaga bergan bo'lardingiz? Hammaga kelishtirib bergan bo'lardilar, lekin asl narxi buni qancha? Xo'p, Anor konini narxini aytishdan oldin buni dekompozitsiya qilib beraman, ya'ni qiymatini ochib beraman. Bu ko'ynagimiz 100% qo'l mehnatidan foydalangan ko'ynak hisoblanadi. Poni melka ishlangan, 3D gullari ruchon robotada bittalab yasab chiqilgan. Bu ko'ynagimizning matosi ham Turkiya davlatidan olib keltirilgan. Matolarni Turkiyadan olib kelasiz? Matolari Turkiyadan, naqalari, biser, durlari, shunaqa narsalari Dubaydan olib keltiriladi. Endi ularning xarajati, rasxoti, hamma narsasi, bu ko'ynagimiz 3 oy ichida tayyor bo'lgan. 3 oy mehnat ketgan. Aynan mana shu ko'rib turgan ko'ylaklarni 3 oy davomida yaratilgan. Eskisi chizilib, toki matosi olib keltirilib, uni ishlab chiqarish vaqtgacha ketgan vaqtda. Bu ko'ynagimizni birinchi ijara haqqi 2,5 ming dollarga baholangan. Demak, birinchi kelgan odam bu ko'ylakni 2,5 ming dollarga kelgan ma'lumot o'rnida. Xo'p, bu ko'ylakka qancha pul tikilgan va qancha foyda qoldi ijaraga berilishda? Taxminan 1,5 ming dollari konkretniy rasxoddan oshadi. 1800 dollargacha ham rasxod bo'lishi mumkin. Точно hisob-kitob qilib ko'rganman, lekin bu daftarimda bor, o'zim kompyuterimda bo'ladi. O'rtacha foyda shunda 700-800 dollar atrofida. O'rtacha 700-800 dollar atrofida bo'ladi. Misol uchun eng qimmat ishlab chiqargan ko'ylagingiz qancha bo'lgan va uni mijozi kim bo'lgan? Sir bo'lmasa agar. Eng qimmat buyurtmamiz 5,5 ming dollarlik ko'ylak bo'lgan. Uni Amerikaga adashmasam 3 yil oldin chiqarib berganman. 3 yil oldin to'liq qo'l mehnatidan foydalangan holatda Amerikadan singillari kelib, razmerlarini onlayn buyurtma berishgan, onlayn taqdim qilingan va o'sha singillari o'zlari bilan olib ketganlar. Misol uchun spets zakaz bo'ladigan bo'lsa, men sizga zakaz qilmoqchiman, buyurtma qilmoqchiman. Qanchaga tikib berasiz taxminan? Xohishimga qarab boshlanadi. Yo'q. Eng arzoni 1000 dollar. 1000 dollardan boshlanadi. Individual pashpalarimni eng arzon buyurtma 1000 dollardan kamiga olmayman. Chunki unga ketgan mehnat juda katta mehnat ketadi-da. Aynan sizni qomatingizdan kelib chiqqan holatda ko'yni yaratish bu eng qiyin holat. Naborot, modellarga, fotosessiya uchun yoki standartniy razmer uchun chiqarilgan ko'yni oson-da. Mijoz qomatidan kelib chiqib ko'yni tikish bu juda ham sложный, juda ham ko'proq vaqt egallaydi-da. Shunda spets zakaz ko'ylak 3 oy muddatdan qancha oygacha tikiladi? Eng kamida 1 oy srokda qabul qilaman.
undan eng kami kamiga bor. qabul qilmayman, chunki shoshib tikilgan mahsulot zo'r chiqmaydi-da. O'zimni ko'nglim, kelinlarimni men xohlayman ideal holatda chiqishini-da. Mana to'y kunida sahnaga chiqqanda uni bitta odam tomosha qilmaydi. Eng kamida 300 ta yoki 400 ta odam ko'radi-da u kelinimizni. U meni nomimdan ketadi, meni brendim orqali ketadi-da. Misol uchun men bundoq qilib topshirib yuborishim mumkin u qizni-da, o'zi tushunmasligi mumkin, lekin 300 ta odam ichidan 100 tasi o'sha dizaynerni tushunadigan holatida bo'lishi mumkin-da. O'sha ko'ylakni farqiga borishi mumkin. O'shaning uchun xohlayman men kelinimni o'zidan ko'ra men ko'proq ideal holatda to'yxonada turishini xohlayman. Boya gaplashganimizda bitta gap aytdingizda, bu ko'ylak, kelin ko'ylaklar salonini ochish hamma ham orzu bilan ochishi mumkin, lekin uni yuritish qiyin dedingiz. Nimaga unaqa dedingiz? Misol uchun men ko'p ko'rdim, o'zimizni tanishlardan ham ochib yopib yuborishganda, Juda ko'p. yurg'izi bilmaslikdami yo biznesi bilmaslikdami yo bu sohani ham o'zini tushunadigan odamlari bor, shundanmi? Qarang, bu yo'nalishda, bu biznesda tadbirkor bo'lish mumkin. Основной 100 ta kelin salon ochiladigan bo'lsa, 100 tadan 90 tasi tadbirkor bo'ladi-da. Tadbirkor nima qiladi? Faqat pul ishlaydi. Pul ishlash uchun ochilgan biznes uzoq muddatli brendga aylana olmaydi. Faqat pul topadi-da, lekin u qisqa muddatli bo'ladi. Bitta mijozi qomatiga aynan qaysi ko'ylak to'g'ri keladi, qaysi ko'ylak to'g'ri kelmaydi, uni oddiy konsultantlarga topshirib qo'yishadi-da. Meni brendimda aynan men harakat qilaman, o'zim yaratgan ko'ylagimni klientni qomatida mos keladimi, kelmaydimi, tasavvur qilib kelgan tanlov qilib beraman. Tushunasizmi? Bu dizaynerlik. Dizayner bo'lsangiz, bu sohani ichida bo'lsangiz, sevgi bilan yaratasiz. Sevgi bilan klientga ko'ylakni tanlab berasiz. Sevgi bilan bo'lgan mehnatni daromadi ham 5x bo'lishi ham mumkin. Shunaqa. Farqi shunda bo'ladi. Men bitta narsani bildimki, siz ham dizaynersiz, eskizlarni o'zingiz chizasiz va bu ko'ylaklarni yaratasiz. Lekin men bitta narsani sezdim, sizning liboslaringiz zamonaviy, Yevropa qizlar kiyadigan ko'ylaklar. Odatda ko'ryapman, ro'molli qizlarga ham ko'ylaklar bor, lekin soni kam. Nimaga bunaqa liboslar yaratasiz? Yoki shunaqa talab ko'pmi? Yo'q. Bizda bor. Yevropeyskiy ko'ylakni ham shunaqa nima deydi, taqdim qilishimiz mumkin. O'rangan qizlarimiz uchun ham moslashtirib beramiz. Buni demak hozir o'rangan qizlar ham kiyishi mumkin. Da, mumkin. Albatta mumkin. Buni yevropeyskiy qiz, lekin qarang, anaqa Anora bizda EC brendida faqat individualniy pashiv yoki 12 ta viloyat bo'yicha sotuv yoki ijara bor degani emas, yoki o'zi ishlab chiqaradi degani emas. 50% o'zim ko'ylagimni ishlab chiqarsam, 50% chet brendlar asosida привозной ko'ylaklarimni ham olib keltiraman. Lekin, ya'ni Eliasab, chet brendlari ostida yaratilgan ko'ylaklarimizni, tayyor ko'ylaklarimizni olib kelaman. Lekin bu ko'ylaklarimizni narxi eng kamida $4000 bo'ladi. Eng kamida. Привозной modellarimiz $3000 $7000 $8000 gacha bo'ladi miqdori. Keyin bitta narsani sezdimda, sizning liboslaringizda oddiylik bor, ya'ni oddiylik, skromlik, aytadigan bo'lsa, mana ko'p talab ko'ylakligi toshli xohlashadi kelinlar. Bugungi kunda esa qizlar odimi ko'ylak xohlashyapti, oddiyroq. Faqat gul va marjonlar bilan yoki durlar bilan ishlanadi ko'ylaklaringiz. Nima uchun bunaqa skromlik? Men o'zim shunaqa tasavvur qilaman-da, mana ko'p kommentariyalarni o'qib o'tiraman-da biznesimda. Ko'p kelinlarimizni mana shu joyda xato qilishadi. Men ko'p kelinlarimga aytaman-da, archa bayram bo'lmalaring deyman-da. Shunda archa bayram bo'lganmanmi to'yda? Archa bayram bo'lmagansiz. Mana qaysidir kelinlarimizni haddan ziyod hashamdor ko'ylak tanlashadi-da. Shunday. Yillar davomida hashamdorlik minimalizmga aylanib ketyapti Anora. Masalan, 10 yildan keyin, bunda 10 yil oldingi kiygan ko'ylagini ko'rsa, voy namuncha bachkana ko'ylak kiyganman deydigan holatda bo'lishini xohlamayman. Demak, siz aytmoqchisizki, minimalizm har doim, har qanday asrlarda ham bu modada demoqchisiz. Bu narsani bilish mumkin, 17-18-asrlarda ham aynan malikalar shunaqa klassik kiyimlar kiyishgan. Klassika kiyishgan. Diana masalan. Har qatdan shunaqa klassika kelgan. Klassika har doim trendda. Hech qachon o'lmaydi. Bu sferada, svadebniy sferada meni o'zimni yo'nalishim bor. Anor, nima uchun men toshli ko'ylaklarni tiqib yormayman? Meni brendim ostida ko'ylak qidirib kelayotgan kelinlarimizning hammasi shunaqa. 95% shunaqa. Minimalizmmi, yevropeyskiy stil yoki образный yoki umuman haqiqiy chet brendlarini ko'ylagini xohlaydigan yevropeyskiy qizlarimizga kelishadi-da. O'zbekona
qizlarimiz kamdan kam kelishadi. Lekin boya ko'rdim, aynan ro'molli qizlarimiz ham kelishdi, o'zbek qizlar. O'rangan qizlarimiz ham bo'ladi. Odam tinmayapti saloningizda. Nimaga bunday? Alhamdulillah. Endi yillar ketgan, shular haqida gapirib bering. O'zi bo'lmaydi. Tinmay odam kelishini orqasida necha yillik mani mehnatim, necha yillik tajribam, necha yillik mani mashaqqatim yotibdi-da, Anora. Bu kunga yetib kelishi o'zi bo'lmagan. Mana misol uchun qachonlardir juda qiyinchilik ostida klient kutgan vaqtlarim bo'lgan-da. Natija tajriba va qobiliyat deb o'ylayman. Endi buni Alloh tomonidan berilgan menga. Bu narsani men o'zim qildim deya olmayman. Bu Alloh tomonidan menga yuqtirilgan o'sha dizaynerlik qobiliyatim shu. O'zi oldindan yoshligimdan ham o'sha tikish, bichish, mana shunaqa atelye mod bilan shug'ullangan vaqtimda kundalik mana masalan mana bunaqa kostyum tikib bering deb biror mijoz kelsa, yo'q men tikmayman derdim. Kostyum, kundalik fason yoki nimadirlar unda meni qiziqishim yo'q edi. Faqat kelin ko'ylaklarga nisbatan bo'lgan. Faqat kelin ko'ynik, ansambl, вечерний ko'yniga potensialim yuqori bo'lgan. Bu ko'ynik bilan bu ko'ynikni farqi osmon bilan yerchada. Atlas deshuvka berib qo'yadi. Atlas ko'ynikni tanlash xato. Bu alohida material. Mana bu bilan buni farqiga qarang. Bu yaltirabroq turibdi, prostoyroq variant. Bunaqa arzon ko'ynik bo'ladi. Biling, чтобы mana ko'ynikni tanlayotganda bu arzon, ammo bu qimmat ko'ynik. Chetdan keltirilgan, endi buni orqa tomonlarini ham mana qarang, boshqacha-da. Sifati, ko'rinishi, yo'nalishi, tikilishi, привозной, baribir привозной. Qoldim bu turishda kelin ko'ylak salon ochaman deyman, hamma soqqa shotdi ekan. Klient kelishini qaranglar, shunaqa ham ko'p klient keladimi? Rostdan ham mana degan ochgisi keladi-da. Hozir bitta ko'ylak 2000 bo'lsa, tasavvur qilinglar, bir kunda 10 ta klient kelsa, bu degani 20 ming a. Qo'y. Mashina obrazkasini ham ketyapti hozir. o'zi mashina. Xo'sh, savdo pishdimi, olishdim? Savdo pishdi. Bitta ko'ynakni tanlashdi, ikkinchi ko'ynakni ham yana tanlab individualniy pashvda tiktirishadigan bo'lishdi. Aha, hozir bugungi kunda kelinlar ikkitalab, uchtalab ko'ylak kiyishyapti to'y kuni. Da, shunaqa moda bo'lgan. Trend bo'lgan. Munisa Rizayevadan keyin. Tushunarli. Xo'p, bitta savol bermoqchiman endi o'zingizga. Mana oq liboslar ishlab chiqarasiz. O'zingiz ko'ylagingizga kiyganmisiz? Voy, armon bo'lib qolgan. Mana shu og'riqli tomonim bo'lgan deb o'ylayman-da. Endi qaysi brendligini aytmayman. Men malaka oshirish uchun, malaka oshirish emas, o'sha vaqt haqiqatan hobbim bo'lgan. Yaxshi ko'rib o'sha salonga ishga kirganman-da. Dizaynerlik qobiliyatim borligini o'sha salonda bilib qolganman men-da. Direktorimiz aytishganda, boshlig'imiz aytishgan o'sha vaqtda Barselonadan, har xil Italiyadan Swarovski toshlar nimadirlar olib kelib berishardi-da. Keyin Ismagul shunaqa ko'ynik yaratganki, idealniy ko'ynik bo'lsin, o'shani o'zing to'yingga shundoq senga to'yon qilamiz deyishganda. Ana o'sha ko'ynikni men tikkanman, yaratganman. 3 oy davomida ruchun работада tayyorlangan, tasavvur qiling. 3 oy davomida. O'zimga deb o'ylagansiz-da? O'zimga deb juda mehr berganman-da. Juda katta mehr berib, kelgan meni soddaligim to'yimdan oldinroq bitkazib qo'yganman o'sha ko'ynakni-da. Kelgan u ko'ynakga burun olishgan. $4,500 adashmasam 12 yil oldingi gap-da bu. 12 yil, 13 yil oldingi gap. Kelgan o'sha berib yuborishgan. $4,500 kimdir hokimini qizimidi, adashmayman, kimdir tanlaganda, uni yo'q deyish olmagan. Berib yuborishgan. Kelgan farqi yo'q deganman. O'sha so'yisiz u. Xolagan ko'ylaginglarni beraveringlar bo'ldi, farqi yo'q deganman. Kelgan o'zim yoqtirmagan bitta ko'ylakni kiyganman. Qimmat ko'ylak bo'lgan u ham, привозной, chetdan olib keltirilgan. Meni o'zim tikkan ko'ylagimdan ko'ra qimmatroq ko'ylak bo'lgan. Qimmatroq ko'ylak kiyganman. Ribka variant kiyganman o'sha vaqtda necha yil oldin. Lekin baribir o'zim xohlagan ko'ylakni kiya olmaganman. O'sha armon bo'lib qolganda. Balki mana shu biznesimni ochishimda shu sabab ham bo'lishi mumkin, Anor. Kelinlarimizni o'zi yuragi jiz qilgan ko'ylakni kiymasdan ketishi men uchun obidmada, juda og'riqli. O'zi xohlayaptimi, ku bu chet yetadimi, yetmaydimi yoki nimami, qanaqadir yo'l bilan bo'lsa ham o'sha qizga bergim keladi-da. Ko'ylakni men yaratgan ko'ylakni kiyib sahnada ko'zi yonsa bor-u, bo'ldi-da, hech narsadan anaqa qaytmaslik kerak-da, baribir. To'g'ri. O'sha vaqtida mazza qilaman men. Endi ijozatdan tashqari hayotingizga ham nazar tashlasak, xo'p, Ismagul Sadikova bo'lishi uchun Ismaguldan oddiy, Ismaguldan mana shunaqa C brendigacha qanday og'riqli yo'llar bosilgan? Men bitta narsani aytish niyatim yo'q edi. Bilishim bo'yicha siz turmushdan ajrashgansiz. Va turmushingiz buzilishiga nima sabab bo'lgan? Va bundan keyin bunday yo'l bosib kelish o'zi bo'lmagan. Shu haqida gapirib bering.
kimnidir ayblash yoki kimnidir anaqa qilish niyatim yo'q. O'sha vaqtda shunaqa taqdir berilgan menga, o'sha taqdirni bosib o'tdim. Mani kuchli ismgul bo'lib shakllanishimga, bitta farzandning onasi bo'lib, o'sha farzandga halol yedirib katta qilishimga Alloh menga vaziyat berganda, o'sha vaziyatni o'sha momentda, o'sha yoshimda 18 yosh, 19 yosh bo'lganman, o'sha yoshimda bergan. 18-19 yoshda turmushga chiqqansiz. 18 yoshimda unashtirilganman, 19 yoshimda o'sha turmush o'rtog'imnikiga borib, tug'ilgan kunimni o'tkazilganda. Boy xonadonni juda ham sho'x farzandiga berishgan, mani uzatishgan. Endi taqdir bo'lgan u. Juda ham chiroyli. Endi men o'sha vaqtda lekin hayotimdagi bir kundan ham afsuslamaganman. Nimaga meni taqdirim bunaqa bo'ldi, nimaga ajrashdim, nimaga bunaqa bo'ldi, nimaga aynan men demaganman. Allohga shukr, ma'lum shunaqa taqdir berilgan ekan. Chunki bu berilish davomida adam berganlar-da meni. O'sha to'ydan oldin ham o'z unashtiruvi eshitib, bola haddan ziyod sho'x degan gaplarni eshitib qaytarish qilamiz deyilgan vaqtida adam o'zlari berganlar-da. Bo'ldi, endi lafz qilib qo'ydim. Men endi o'sha qanaqadir erkaklik chesti bilan lafz qilib qo'ydim men deyilgan. Chunki ular shunaqa ozgina manipulyatsiya qilishgan. Endi erkaklarning gapi o'tmaydimi, lafzingiz qayerda qoldi degan gaplarni aytishganda, adam o'zlari berganlar, adam o'zlari ajrashtira oldilar-da. Chunki o'sha sog'lig'im tomonlama juda ham yomon ta'sir qilgan. Hamma tomonlama xullas ajratib olishganda. Qancha yashadingiz? Necha yil yashadingiz? 6 yil kurashib yashaganman. 6 yil. 6 yil. Hozirgi yoshlardagi 1 oy, 2 oy, 3 oyda ajrashib ketmaganman-da. Maksimal darajada 6 yil kurashib yashaganman. Bitta bolangiz ham bor hozir. Bitta farzandim bor, alhamdulillah. 11 yosh. 11 yosh. 11 yoshgacha Allohga shukr. O'zim katta qildim. Hech qanaqa alimentsiz, hech qanaqa anaqasiz, to'g'ri ota-onamning duosi bilan, ota-onamni qo'llab-quvvatlovi bilan mana shu darajagacha yetib keldim. Avvaldan rich xonim bo'lmagansiz. Noldan ko'tarilgansiz. Noldan ko'tarilib shu darajaga yetishdingiz. To'g'ri, bizani oilamizni, ota-onam ko'zimizdan to'q qilib o'stirganlar. Oddiy oila deb bo'lmaydi-da. O'zimizga to'q xonadon bo'lganmiz, lekin adam pensiya yoshiga yetib, o'sha kuch-quvvatlari ketgan, akam o'zlarini yo'nalishlarida o'zini ro'zg'ori, o'zini turmushi bo'lgan. Ulardan umid qilib o'tirmaganman-da. Anor, mana otam boqsin yoki akam boqsin deb o'tirmaganman. O'zim harakat qilganman, shu bu bolamni kelajagi uchun-da. Misol uchun lekin mana shu joyda men o'sha sobiq turmush o'rtog'imga gapingiz bor. Gapim bor. Kattakon rahmat aytaman. Baribir ko'rishadi, kuzatishadi meni. Qanaqa rahmat deyman? Nima uchun rahmat? Men 6 yil meni o'zi ajrashib ketishim kerak bo'lgan. Boshidan ajrashib ketishim kerak bo'lgan momentda sen ajrashsang shalava bo'lasan derdi-da. Mana shu qo'rquv bo'lgan ekan menda-da. Yosh bo'lganman baribir. O'zimga nisbatan ishonchim bo'lmagan-da. Ajrashsam rostdan shunaqa bo'lib ketar ekanman degan anaqa bo'lgan. Tushuncha bo'lgan-da. Ajrashsang o'yin yo'q boraman ham degan, ajrashsang shalava bo'lib ketasan degan har xil mana shunaqa manipulyatsiya bosim bo'lgan-da menda. Hozir o'sha mana turmush o'rtog'im, sobiq turmush o'rtog'imga rahmat deyman. Menga juda ham katta sel qo'yib berganda, maqsad. Katta maqsad qo'yib bergan. Halol yo'l bilan farzandimni mana shu darajagacha boqib kela olganman deb 100% o'zimga ishonch bilan gapira olaman. Boyib ketish oson-da, Anor, mana hozir ikkinchi xotinlikka takliflar ham bo'ladi. Misol uchun uy olib beraman, mashina olib beraman, biznesingni qanaqadir katta qilib ko'tarib beraman deganlar ham bo'ldi. Alloh shunaqa sinovlar ham berdi-da menga, lekin ularni tanlamadim men. O'sha halol yo'l bilan, halol pul bilan, peshona terim bilan bolamni mana shu joygacha boqib, EC brendini mana shu yergacha kattalashtirib keldim-da. Bilishim bo'yicha o'sha bir gaplashganimizda siz bilan aytgandingiz, bu biznes boshlaganda birinchi atelimot, undan keyin aynan Koreys bozorida bilamiz, Toshkentda kelin ko'ylaklar sotiladi. O'sha yerda ham faoliyat olib borgansiz birmuncha. Keyin bu yerga alohida bo'lib ajralib chiqqansiz. U yoqda raqobat juda kuchli-da, lekin bu yoqda ham raqobat kuchli. Qanaqa unga bardosh berish mumkin? Qanaqa bo'lgan bu holat? Qanaqa men Koreyskaga kirib qolganman? Atelimot yurg'izib yurgan vaqtlarimda endi mijoz oqimi ko'p. Sevgi bilan yaratganingizdan kelgan xohlaysizmi yo'qmi? Klient potogi ko'payib ketadi-da. O'sha qo'limda qanchadir mablag' bo'lgan.
u mablag'ni yiqqanimdan keyin nimagadir biznesga sarmoya kiritish xohlaganman-da. Keyin o'sha vaqtda menga taklif qilib qolishgan, bitta stanok bor, mana shunaqa olsang, o'zing xohlagan matoni shaklini to'qib chiqarib, material xullas chiqarasan. O'sha matoni, o'sha stanok menga taklif qilishgan. Meni eng katta tajribam bo'lgan, mana shu yerda eng anaqa qimmatga tushgan tajriba bo'lgan men uchun. Deyarli $30,000 stanok, 28 metrli stanok, mini Xitoyda, u tasavvur qiling, kelin qo'ynini materialini yoki вечерний qo'ynini materialini kompyuterda o'zim chizib chiqaman. O'sha chizgan eskizimni joylashtiraman stanokka. O'sha stanok keyin to'qib chiqarib beradi, uni rulon chiqaradi. Tasavvur qiling, u stanok rulon mahsulot ishlab chiqaryapti. Meni atelyemotim kvadrat metri o'sha vaqtda adashmasam 200 kvadrat metrga yaqin atelyemot edi. Atelyemotim ham juda katta edi-da. Stanok olib qo'yganman. Hech qayerda analiz qilmaganman, hech qayerda ko'rib chiqmaganman. Bu kerakmi menga o'zi? Просто dizayner bo'lganman-da. Emotsiya bilan sotib olganman. U menga kerakmi yo'qmi? Katta ishlar qilaman deb. Katta ishlarni qilib tashlayman deb o'ylaganman-da. Keyin uni sotib olganimdan keyin qaryapman. Zo'r boshida xursandman. O'zim xohlagan eskizlarni kompyuterdan даже materialni to'qib chiqarishni ham o'rganib chiqqanman. Tushunyapsizmi? Mana programmasini qanaqa yuritishni ham o'rganib chiqqanman-da. U ham lekin zo'r tajriba bo'lgan. Mana masalan Turkiya davlatiga yoki Xitoy davlatiga boradigan bo'lsam, o'zim xohlagan matoni kompyuterda qanaqa chiqarishni ularga tushuntirib bera olaman. Bu ham katta menga tajriba bo'lgan. Qimmatli tajriba bo'lgan. 30 mingga shunda bu apparatni sotib olgansiz, to'g'rimi? Sotib olganman. O'sha vaqtda uni ishlatganmiz, foydasi tekkan. Juda ham qiynalganman. U katta bitta tema bo'lganda, u juda ham katta tema, erkaklarni chiqaradigan, ishlab chiqaradigan yo'nalishi bo'lganda, menga og'irlik qilgan. Akam yordamlashganlar unga, endi akam ham tushunmagan bo'lganlar, u sohada adam yonimdan turganlar, baribir ham u ishda o'zimni topa olmaganman-da. Chunki unga juda katta energiyam ketyapti, bu yoqdagi ishim qolib ketyapti-da. Keyin ilojsizlikdan qaraganman. Mana stanokdan material to'qib chiqarishni o'rgandim, kompyuterda o'zim programmalashtiryapman, chiqaryapman, xursandman lekin. Eskiz bo'yicha o'zimni o'sha xohlagan barglarimda chizgan holatda uni o'zim ishlab chiqaryapman-da. Bu dizayner uchun juda katta narsa-da. Xursandman, lekin men bitta qo'yni chiqaraman. Atelyemotimga uzog'i bilan 5 tagacha sotib qilishim mumkin. Bitta modeldan 5 tagacha sotib qila olishim mumkin. Undan oyog'ini sota olmayman. Keyin qarayapman, u уже optim yo'nalishda ketadigan yo'nalishda. U stanokni menga sotgan odamlarni surishtirganman. Mana u stanokda nima qilish mumkin? Optim yo'nalishda men sotib qilishim kerakligini anglab yetganman. Ana o'sha stanokdan rulon mahsulot ishlab chiqarib, uni optim o'zimning eskizim bo'yicha ishlab chiqarib, sotuv qilishim kerakligini anglab yetib, qarasam, Koreyskada mana shunaqa optim 12 ta viloyatda sotiladigan qator bor. Faqat mana O'zbekistonning ichida emas, Tojikistondan ham kelishadi, Qozog'iston, Qirg'izistondan ham kelib olib ketishadi. Ana o'sha joylarda yaratgan ko'nigimni sotishim mumkinligini bilib, Allohga tavakkal qilganman. Anor o'sha vaqtgacha shunaqa ham bosganman-da, qo'rquv bo'lmagan. Yosh u payt yosh bo'lganmiz, qonimiz qaynagan bo'lganda, haqiqatan qonim qaynagan bo'lgan ekanda, anor hech qattiq anaqa qilib o'tirmaganman. Tushunasizmi? Meni surishtirib yoki bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'xshaydimi, o'xshamaydi demaganman-da. Shunda qo'limda meni yiqqan mablag'im bo'lgan, bosganman-da. Mana yosh bola 2 yoshli, 1,5 yoshli endi yurishni o'rganayotgan bola yiqilishdan qo'rqmay chopadi-yu. Menda ham xuddi mana shunaqa holat bo'lganda. Chopganman-da, qonim juda qaynagan bo'lgan. Va bundan ustlamaysiz, to'g'rimi? Hech qachon. Men uchun hayotimdagi eng katta tajribalarim. Mana shu stanokni sotib olganim ham meni katta tajribam bo'lgan. Demak, siz aytmoqchisizki, asosiy biznes qiladigan odam yon atrofga emas, asosiy narsaga qarashi kerak. Asosiy. Mana fokusni bitta tomonga qaratish kerak ekanda. Fokusim meni o'sha vaqtda atelyemoda bo'lgan, stanokka bo'lib ketgan. Har narsaga qaragan Hamma narsaga qaratilganda, hamma narsaga o'sha fokus qaratildimi? Mana yangi tadbirkorlarga aytaman-da, hamma narsani qilishga harakat qilish kerak emas. Bitta narsani ushlash kerak. Yillar davomida mushtingizni bitta toshga ursangiz, o'sha toshni yorib olishingiz mumkin-da. O'shaning uchun yosh tadbirkorlarimizga maslahatim, bitta ushladinglarmi, oxirigacha yaxshimi, yomonmi, hozir natija bermayapti, lekin sizlar 10 yildan keyin o'sha natija berish mumkinligini o'ylab, harakat qilish kerak. Lekin o'zingizlarni qalb kasbinglarni topganingizda mashq qilishinglarni xohlayman. Tavsiya qilaman. Bu sizda demak qalb kasbingiz bo'lgan. Bu bo'lgan. mening qalb kasbim bo'lgan.
shunaqa ayol borki, ajrimdan keyin ma'lum darajada stressga tushib qoladi-da, tupikka tushib qoladi. Shunaqa paytda qanday chiqib ketgansiz? Bugungi kunda ajrashgan ayollar sanog'i ortyapti-da, oilada tushunmovchiliklar, baribir qaysidir tomondan zug'um bo'lar, yomonlik bo'lar, shunaqa paytda hozir ayollar ko'p qiynaladi-da. Maslahat bering, qanday chiqib ketgansiz? Ular ham sizni yo'lingizdan ketsa, biznes, o'zini tiklab olish degan narsalar bor. Birinchi o'rinda niyat, Anor. Birinchi o'rinda niyatni to'g'ri qilish kerak odam. Masalan, halol yo'l bilan farzandimni boqishni o'zing nasib qilgan Allohim deb niyatni to'g'rilash kerak. Birinchi o'rinda, eng birinchi. Ikkinchisi maqsad qo'yish kerak. Menda ham, lekin menda ham bo'lgan, Anor. O'sha yangi ajrashgan vaqtlarimda shunchalik stressli положениеda bo'lganman, o'zi o'sha ajrashimdan oldingi holatda hamda 38 kiloga tushib qolganman. Tasavvur qiling, shu darajada ozib 38 kilogacha ozib ketganman. Ozib ketganimdan umurtqam, позвоночнигim o'zimni jasadimni og'irligini ko'tara olmay qolganda, shu darajada yotib qolganman-da. Qattiq stressli положениеdan o'sha umurtqani nerv tomirlari ushlab turar ekanda odammi? Hali o'sha ushlab turadigan nerv tomirlarimni ushlashga kuchim qolmaganda, shunchalik qattiq stressga tushib qolganman-da. Endi nima qilaman, qanaqa bolamni boqaman, deb o'sha holatlardan faqat mana shunaqa ibodat, to'g'ri yo'lni Allohdan so'rash, ota-onamning duosi bilan chiqib keta olganman. Tinimsiz mehnat qilganman. Shunaqa vaqtlar kelgan, Anor, soat aytibman-ku, 2 kunlab, 3 kunlab uxlamasdan tikish qilib chiqqan vaqtlarim bo'lganda. 2 kunlab, 3 kunlab uxlamasdan, tinimsiz faqat ishlaganman. Faqat tinimsiz ishlaganman-da. Demak, oson bo'lmagan. Men hozir aytish mumkin odamlar mana bunaqa birdan kelib qoldi deb, lekin buni orqasida uxlamagan tunlar bo'lgan, ma'lum stresslar bo'lgan. Mana bunaqa sharoitga yetib kelish uchun demoqchisiz. Baribir har bitta odam qilgan ish odam qiladi deyshadi, u uchun kuchli iroda va iste'dod bo'lish kerak-da. Misol uchun, agar harakat qilsa, odam hamma narsaga erishadi, to'g'rimi? To'g'ri. Harakat, tinimsiz mehnat, halol harakat qilsangiz, Alloh beradi. Halollikda ham gap ko'p. Halollikda Biznesda bu narsa ayniqsa. To'ppa-to'g'ri. Lekin shunaqa mana orada bo'lgan, bankrot ham bo'lib qolganman, minusga ham kirib ketib qolganman, rosa qiynalganman. Shunaqa momentlar bo'lganki, mana materiallarimni realizatsiyaga berishganda, Anor, mana bu gapni men hali hech kimga aytmaganman, hech kimga ochiq oydin chiqarmaganman-da. Noto'g'ri направление qilganman. U ayb o'zimda bo'lgan. Biznes tomonlama bilmam bo'lmagan. Nima deydi? Faqat dizayner bo'lganman. Tushunyapsizmi mana? Men yo'nalishda faqat dizayner bo'lib yurisham bo'lmaydi. Faqat tadbirkorlikni o'zi ham bo'lmaydi-da. Ham dizaynerlikni, ham tadbirkorlikni parallel ushlab ketishingiz kerak-da bu sferada. Men nima qilganman? Tadbirkorlikni umuman hayolimga keltirmaganman. Faqat ijod qilganman, fantaziya qilganman, ijod qilganman, emotsiyada yurganman-da. Emotsiyada sotuv qilib olganman. Matolarni ham emotsiyada sotib olganman. Rulon. U narsani demak emotsiyada sotuv bo'lmaydi. Yo'q, aql bilan. emotsiyada aql bilan qilish kerak-da. Keyin aytishadiki, biznes uzr gapingiz bo'ldi, bitta gap bor. O'zingning ehtiyojing emas, xalqning ehtiyojidan kelib chiqib narsa ishlab chiqar deyshadi. O'zingizni hayolotingizdagi narsani faqat ishlab chiqaraversangiz ham, lekin uni xalqqa foydasi tegmasa, u biznesingiz, harakatingiz nolga teng-da. O'shaning uchun xalqqa talabidan kelib chiqqan holatda mahsulot yaratishingiz kerak. Hozir aytyapsiz, bugungi kunda raqobat juda kuchli, brenddan brend ko'p. To'g'risini aytadigan bo'lsak, bozorda ham arzon narxdagi ko'ylaklar juda ko'p, toshli. Juda ko'p. Qanday qilib bunday o'zingizni sotuvingizni amalga oshirasiz bu darajada samarali, katta maydonda? Endi aytmoqman, u qanaqadir Alloh tomonidan berilgan qobiliyat birinchi o'rinda menga. Xo'p. Talant, sifat, chiroy, dizayn va o'sha mana sifat, dizaynni to'g'ri insonga tanlov qilib bera olish. Bitta narsa aytmoqchi edim, uzr qilaman. Hozir gaplashganimizda bitta gap aytdingiz. Anor, men bozor o'rganish uchun yo oluvchi bo'lib boraman, yo o'rganuvchi bo'lib boraman deganingiz. Bu gapni hech kim hech qayerda aytmaydi, lekin hozir bular aytdilar. Raqobatda borib, raqobatchini o'rganish muhim. Muhim, juda muhim. Nimalar qilgansiz? Shuni aytib bering. Men hamma narsa qilib chiqaman. Xo'p. Hozir endi meni ko'rayotganlar kechiringlar. Anor ateliesida ishlab ko'rganman. Qarang, men pulga muhtoj bo'lmaganman.
lekin U payt biznesingiz bo'lgan. biznesim bo'lgan. Yaxshi pul tushib turgan. Pul tushib turgan. Malaka oshirish uchun Anor Ratiles Dilnoza opa kechiring mani. Ishchi bo'lib kirganman. Gigo Fashionda o'qib chiqqanman, ya'ni borganman. Kelgan Budur atelyesi bo'lardi. O'sha vaqtda Budur atelyesiga kirib sistemani o'rganib chiqaman. Ichki biznes qanaqa yurityapti, tikuvchilariga qanaqa sistema qilib qo'ygan, qanaqa nima ishchilarga qanaqa qiladi. Mana qimmat brendlarni ichiga kirib o'rganib chiqaman. Ichiga kirib o'sha umuman oyligini surishtirmaganman, puliga qiziqmaganman, ketadigan vaqtimga Qancha oylik beraman desa borib ishlagansiz? Farqi yo'q. Oyligini umuman surishtirmaganman. Lekin mana bunaqa bo'lardi-da. Ishni qabul qilamiz degan e'lonni ko'rib qolsam, oddiy ishchi bo'lib borardim-da. Tikib bergan chokimni, obrazetsimni ular obrazet tiktirardi-da. Keyin ular olib qolardi. Shunchalik sifatli tikib topshirganimdan ular qayta aloqaga chiqardi-da. Keling, ishga keling, mana shunaqa taklif katta oyliklarni taklif qilishardi-da. Endi ular bilishmaydi meni remotim borligini-da. No, o'shalarning ichidan meni o'zimga kerakli sohani, qaysi tomonlama kuchliligini analiz qilib, keyin o'shalarni tanlab borganman-da. Xo'p, o'zingizni kelin saloningizga ham shunaqa kelishsa qabul qilasizmi? Kelishgan, juda kelishgan. Juda ko'p kelishgan. Bunaqa soha juda ko'p kelishgan. Ya'ni qanaqa hozirgacha kelishadi. Hozir endi klient sifatida kelishadi, mijoz sifatida. Mijoz bo'lib, demak, kuzatgani kelishadi. Yaqinda pakaz bo'ldi, Trilliantda pakaz bo'ldi. Xo'p. Mana shu pakazda endi meni taklif qilishganda bordim. O'sha pakazda men hamma konkurentlarni ko'rdim-da, hammasini eslayapman, taniyapman-da. Juda ko'pchiligi mana salonim yangi ochilgan vaqtida oldimga kelganda. Endi ular konsultant qaraydi deb o'ylagan, lekin men o'zim qarayman-ku mijozlarimizga. Maksimal darajada o'sha ideyamdagi to'g'ri fasonni, to'g'ri mijozimizga taqdim qilish uchun ham shu yerda bo'lib turaman-da. Ana o'sha pakazda ko'ryapman, voy mama, voy deyapman-da. Qarang, ular ham даже analiz qilish uchun kelyapti. Demak, aytmoqchilarki, kerak bo'lsa o'z biznesingiz uchun 007, ya'ni shpionga ham aylaning demoqchilar. Shunaqa kun bo'lganki, materialchilar menga realizatsiyaga material berganda, lekin men ularni oqlay olmaganman. O'sha biznesim o'sha minusga kirib keta boshlagan karantindan keyingi holatda, karantinda to'ylar yopilgan, mana shunaqa bo'lgan holatlar. Men tovarga pul tiqqanman, realizatsiyaga ular menga material bergan, ishonibdi. Ularni ham ayblamoqchi emasman, lekin shunaqa kunlar keldi-da, meni boshimga-da. Qarzga kirib ketganimdan uyimga kelib to'polon bo'lganda, eshigimni taqillatib, shunaqa to'polon qilishgan. Pasportim, tillalarimgacha zalog olib qo'yishgan. O'sha vaqtlarni men bosib o'ta olganman. Buni men martlarcha faxrlanib ayta olaman-da. Anor, o'sha vaqtda men ojiza bitta ayol bo'lganman-da. Yomon yo'lni tanlasam bo'lardi-ku. Oson yo'l edi yoki hozir rosa moda bo'lib ketganda, misol uchun, uy olib berish, mashina olib berish, nimadirlar, ikkinchi xotin bo'lmagan taqdirda ham-da, sponsor, qanaqadir sponsor bo'lish. Alloh menga o'sha vaqtda ham sinov bergan, chiqqan yo'limdan. Lekin men o'shalarni tanlamaganman. Men o'zimni loyiq deb bilmaganman. Bu narsaga loyiq deb bilmaganman. Men bilardim, shu Alloh menga chiroyli yaratib qo'ygan, chiroyli beradigan ajri mukofoti borligini bilardim. Sezardim. O'shanga ichimdan sezganman-da. Mana shu brendimni har kun ko'zimni ochib, ertalab Ismgul tur, seni buyuk ishlar kutmoqda. Hozirgacha borda. Ismgul tur, seni buyuk ishlar kutmoqda. Sen oddiy prosta tak tug'ilib, prosta tak o'lib ketish uchun tug'ilmagansan deyman-da. Mana shu meni motivatsiyamda, motivatsiya beradi. Mana shu gapim. Bular yangi kolleksiya ham shunday o'rab qo'yilgan? Bular yangi kolleksiyamiz $3000 dan yuqori bo'lgan. Bu yoqda $3000 dan yuqori bo'lgan ko'ylaklarmi? 3000 dan $7000gacha. Bittasini ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas lekin Anor. Yo'q, nimaga? Copyright bo'lib ketadi. Nusxalashadimi? Nusxalashadi. Shuning uchun aytmoqman-ku, mana men analiz qilish uchun juda ko'p odam keladi. Biznesingizni o'rganish uchun. Biznes ledi sifatida men o'zimni biznesimni himoya qilishim kerak. Bu ham meni o'zimni mas'uliyatim. O'shaning uchun xafa bo'lmaysiz, ochib ko'rsam. Unda ko'rsatish mumkin emas ekan. Unda ko'rsatmaymiz, bu yoqda chunki qimmat ko'ylaklar bor ekan. Undan tashqari bor ekan, shuning uchun ham. $5000 dan yuqori bo'lgan ko'ylaklarimiz yuqorida turadi. Bu alohida u ko'ylaklarimiz ham bor. Uni maxsus o'zimizning mijozlarimizga taqdim etiladi, ochib. Loyalni mijozlarimiz. Qimmat ko'ylaklar yuqorida. Yuqorida ham joyingiz bormi shunda? Orqa tomonda joyimiz bor. Nimaga u yoqqa bu yoqqa qo'ymagansiz kolleksiyani mumkin emasmi? Mumkin emas. Aytmoqman, konkurensiya juda kuchli Anor. Bu sferada konkurentlar
tinimsiz o'zini ustida ishlash uchun ham kelishadi-da. Ayniqsa tikuvchilar keladi. Tikuvchilarni endi gapirib o'tirmasam ham bo'ladi. O'sha kelgandan sirasi ko'nglini etaklarini ochib tashlashadi. Undan shundan bilasiz. Psixolog bo'lib ketasiz. Ana 10-15 yildan ortiq o'sha mana bu sferada bo'lganingizdan keyin odamlar bilan tinimsiz muloqotda bo'lasiz-ku, qaysi klientga nima kerak, kim nima uchun kelgan, o'sha psixolog bo'lib ketasiz-da. O'sha ko'nglini shunday etagini ochyaptimi yoki orqalarini titib qarayaptimi yoki tinmay ko'nglini ushlab tashlayaptimi, sirasi bilaman, bu mijoz emas. O'shanda ham chiroyli muomala bilan chiqarib yuboramiz. Qizlarimga aytaman, konsultant qizlarimga, kim kelishidan qat'iy nazar, sen o'z vazifangni chiroyli qilishing shart. Kim kelishidan qat'iy nazar. Ertaga noto'g'ri taassurotda bo'lmasligi uchunmi? Mani brendimga nisbatan har qanaqa holatda ijobiy fikrda qolishi uchun. Chunki mani brendim mani chaqalog'im deyman-da, mana bolam 17 yoshli bolamda. Men bu brendni dunyoga keltirib, uni o'smir yoshdan har xil ko'chalarga kirib ketib qolmasin deb avaylab, katta qilib, voyaga yetkazgunimgacha o'zi bo'lmagan. Birinchi boshlaganingizda foyda qancha bo'lgan va bugungi kunda, hozirgi kunda foydasi qancha? Birinchi boshlagan vaqtimda o'sha aytganimdek, bolaga qanaqa xarajat qilinadi, pampers, kasha, nimadirlar bo'ladi-yu, xuddi mana shunaqa faqat rasxod bo'lgan. Men 3 yil, 5 yil, 6 yilgacha tinimsiz faqat brendga rasxod qilganman-da. Ana o'shalarni mana hozir 3-4 barobar oladigan, yig'ib oladigan. Xo'p, sir bo'lmasa qancha? Endi ko'rsatuvimizning nomi, loyihamizning nomi o'z nomi bilan Rich xonim. Foydangizni aytmasangiz bo'lmaydi. Endi foydam qanaqa aytishim mumkin? Menda ham aytdim, ham o'pdim. Bo'pti, topishmoqqa bering. Xo'p, topishmoq. Shunda 5 mingdan 10 minggacha yo 10 mingdan 15 minggacha? Undan yuqori. 20 ming. Bir oyda 20 ming kelin ko'ylak, ya'ni oq liboslardan bemalol biznes qilsa bo'ladi demak. Lekin faqat qobiliyati bo'lsa. Qobiliyati bo'lmaganga tavsiya qilmaysiz. Qobiliyati bo'lmagan insonlar juda ham ko'p ochishadi, yopilib ketadi. Juda ko'p. Bu biznesda katta pul tikilinadi. Lekin katta pul yo'qotish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Uni aytib bo'lmaydi-da. Qobiliyati bo'lmasa, potensiali bo'lmasa, mana shu biznesda ozgina tajribasi, bilimi bo'lmasa qiyin. Ayniqsa dizaynerlik qobiliyati bo'lmasa juda qiyin. Masalan, deylik, 60 ming dollarlik tovaringiz bor. 60 ming dollarlik tovarim bor deb o'tira olmaysiz. Uni ustiga tinmay har oy eng kamida 10 ming, 15 ming dollarlik yangi kolleksiyalarni tiqishingiz kerak-da. Mani yutug'im nima qilaman men? Yangi kolleksiyamni tiqaman, o'sha keyingi kolleksiyamni bir marta ijaraga beriladi yoki uzoq 2 martagacha beriladi-ku. Keyingi o'sha ijaraga berilganlarini viloyatdagi filiallarimga sirasi sotaveraman prodajada. O'sha ostatka bo'lib qolgan kiyimlar bo'ladi-yu, mana bir marta men kiydim, ikkinchi marta yana bir kelin keldi. Undan keyingi kiyilmaydigan liboslarni nima qilasiz? Mana bunaqa turadi. Ana o'shani viloyatdagi filiallarimga sirasi chiqarib yuboraman. Viloyatda qimmat ko'ning qolishadi, chiroyli ko'ning qolishadi, lekin narxini qimmat olishmaydi. Ular uchun ham zo'r yechim. Viloyatdagi filiallarim uchun ham zo'r yechim, bu yoq uchun ham zo'r yechim-da. Men 2 martagacha ijaraga beraman. 3-chi martasida ko'ngning sotsiyanasi juda ideal bo'ladi-da. Ideal holatda ularga ham topshiraman. Ular ham arzon holatda xalqimizga beradi. Bu ham yaxshi anaqa natija beradi. Ular uchun ham, men uchun ham. Meni yutug'im ham, meni brendimning yutug'i ham mana shu yerda. Chunki ko'p mijozlarimizga kelishadi-da, ko'p yillik, endi uni aytib o'tirmayman, juda ham ko'p yillik brendlarni kirdik salonga, ko'ngli ishonasizmi chirib yotibdi deyishadi-da. Qorayib, chirib yotibdi deyishadi. Mana shu yerda mana mashina ham ustida ishlaganman-da. Demak, mijozga bu yoqmaydi. Buni ustida ishlash uchun men ostatka tovarimni ushlab turishim kerak emas. 2 martagacha yurg'izib, uni tez-tez viloyatga chiqarib olishim kerak. Ajrim deganda hayot to'xtab qoldi degan emas-da. Qizlar mana misol uchun oramizda bor, shunaqa situatsiyadagi qizlar ham bor-da. Ajrashish arafasidagi qizlarimiz bor yoki ajrashgan qizlarimiz bor. Endi ajrashishni men akitatsiya qilmoqchi emasman. Ajrashinglar demoqchi emasman. Ajrashinglar demoqchi emasman. Agar hayotinglar yomon bo'lsa, shu holatda iloji yo'q, taqdiringlar, avvalo taqdirda. Har bir insonning peshonasiga yozilgan taqdiri bor-da. U hech kim ajrashiy deb turmushga chiqmaydi. Hech qaysi qiz baxtsiz bo'lay deb oq ko'ylak kiymaydi. Baxtsiz bo'lay deb-da, men ertaga ajrashaman deb oq ko'ylak kiymaydi. Oq ko'ylakni nima uchun izlashadi? Umrida bir marta to'yim bo'ladi. Eng zo'rini, eng chiroylisini kiyishim kerak deb izlashadi-da.
hech qaysi qiz ajrashishni nasib qilmaydi, hech qaysisi orzu qilmaydi. Mana Lekin shu- shunaqa situatsiyadagi qizlarimiz bo'lib qoladi. Bo'ldimi? Uni ham bilinglar, hech qaysi narsani Alloh behikmat qilmaydi. Uni ortida nimadir yaxshilik bo'ladi. Shunday. Har doim o'sha yaxshilikni o'ylab, halol yo'ldan chiqib ketmanglar qizlar. O'sha har doim bilinglar, Alloh sizlarga bekorga bu jarayonni bermayapti, bu vaziyatni bermayapti-da. O'sha vaziyatdan chiroyli sabr bilan, chiroyli Allohga Yechim bilan. shukrona bilan chiqib ketsanglar, chiroyli yechimni ham beradi inshaalloh. Tak Xudo что xolasa. motivatsiyalarni to'xtatmanglar, bosinglar qizlar, halol mehnat bilan. Erishsa bo'ladi. Mana men yaqqol misolman-da. Misolman, to'g'ri. Bitta narsada meni o'zimga aytganingizda 10 minggacha ko'ylak chiqarganman dedingiz, lekin hozir bu yerda 5 ming deb aytdingiz-da. Nimaga uni aytmadingiz? Endi u основной mijozlarimizga, bitta mijozimizga 4 oy davomida tikkanman. Etilishini xohlamagan, masalan, o'sha yuzini chiqarishini yoki ismini etilishini xohlamagan. Men har bir mijozimni anaqasini xohishini inobatga olaman. Ha, demak sir demoqchisiz. Bu sir. 10 ming dollarga tikkansiz shunda. Eng qimmat ish 10 ming dollar bo'lgan Eng shunda. qimmat tikkanim 10 ming dollar bo'lgan. U O'zbekiston ichidagi inson bo'lgan. Mashhur demak. Mashhur insonlarning qizi bo'lgan. Uni lekin aytishni xohlamagan. Ya'ni endi xohlamagan holatda biz ham aytmaymiz. Shunaqa bo'lgan. 10 ming dollargacha individualniy buyurtma. U har bir mijozimizni xohishidan kelib chiqib biz unga ko'ni yaratib beramiz-da. 4 oy davomida bitirganman. 4 oy davomida. Ha, demak siz avtorskiy dizaynerskiy ish bo'lgan. shu uchun 10 ming bo'lgan va 10 mingga arzigan. U ko'ylakni ko'rish mumkinmi hech bo'lmasa? O'sha ko'rsatish, даже Instagramlarga qo'yishimizni taqiqlangan, ya'ni o'sha mijoz tomonidan ruxsat berilmagan. Ha, ko'ylakni o'zi ham ko'rsatmaysiz. Yo'q, ko'rsatmayman. Bitta savolda, misol uchun mana shunaqa qimmat ko'ylaklar tiktirishadi, u ko'ylak keyin sizda qoladimi? Yo'q, 15 ming dollargacha ko'ylakni mijozimizning o'ziga taqdim qilinadi. Chunki u rasxodini qoplagan holatda bo'ladi, o'ziga berib yuboriladi. Turkiyaga chiqish niyatingiz bormi? Sovchilar kelyaptimi? Bor. Endi hammaning o'ziga atalgan baxti bo'ladi-ku. Albatta, bor. U hayot to'xtab qoldi degani emas. To'g'ri. Bor, turmushga chiqish niyatim bor. Faqat bu gal tanlovi ota-onam emas, o'zim Ha, chunki ota-onam tanlov qildilar, endi men qilmoqchiman demoqchisiz. Shunaqa. O'zim ham aqlan, ham ongim, qalbim bilan tanlov qilgan holatdagi insonimni topib turmushga chiqmoqchiman. To есть ular meni topsalar turmushga chiqmoqchiman. Hozir variantlar bor. Har xil. Ajrashgandan ham bor, ikkinchi xotinlikda ham bor, uylanmagan bolalardan ham sovchi kelib yotibdi. Har xil variantlar bor-da. Endi shoshmayapman. Chunki hayot masalasi juda Og'ir. og'ir. To'g'ri tanlov qilmasangiz, natijasi Og'riqli bo'lishi og'riqli mumkin. bo'ladi. Hozir menga juda ham qiziq, Easy Wedding House qayerda ko'ylaklarni ishlab chiqaradi? Bu yoqda bir qismimizni ko'rsatishim mumkin. Uni orqa tomonimizda kattaroq Sex bor. Seximiz. Sexda bo'lmaydi endi. Sexda Sex deganda xonasi. Sex deganda kleylar bilan shaqillatib yarim soatda bitirib oladigan qo'yinini nazarda tutiladi-da. Bu showroom, atelemod showroom deyiladi. Tushundim. Atelemod gapirishim kerak showroomda ekan. tikuvchilarimizning o'zi eng kamida bir oyda 1000 dollardan ko'proq daromad ko'radi. Mana shu yerda ishlayotgan tikuvchilarimizning o'zi bir oyda 1000 dollardan kamida, eng kamida 1000 dollar oylik oladi tikuvchilar har biri. Hozir aytyapsiz, 20 ta ishchim bor va 20 ta ishchiga qanchadan pul berasiz? Keling, sex ham ko'rsatib o'shda aytib berasiz. Bu mana shu salonimiz uchun premyerka uchun ajratilgan. Bu premyerka uchun. Premyerka uchun. Hozir bizning lokatsiyamizga yaqin bo'lgani uchun mana shu yerda ko'rsam bo'ladi-da. Davom etamiz. Mana hozir bu xona premyerka uchun dedingiz-a? Bu xona kelinlarimizning premyerkasi, prizelkasi, har bir mijozimizning individualniy o'sha razmeriga to'g'rilab beriladigan xona. Mini anaqamiz, atelemodimiz bitta qismi. Aha. Bu yerda qizlar ishlashyapti mana. Bitta savol bermoqchiman, maylimi qizlardan ruxsat bersangiz agarda. Assalomu alaykum. Oyligingiz qancha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oyligingiz qancha? Xo'p, oylik so'nchi 3 milliondan 8, 9, 10 milliongacha bemalol topsa bo'ladi. Sizchi? Menga ham shunaqa.
Lekin eng ko'p ishlaydigan qiz men buni ko'rganman. Masa. Ish qanaqa, qiyin emasmi? To'g'risini ayting. Yo'q, endi baribir klientlar bilan ishlash ozgina o'ziga yaxshi mas'uliyati ham bor. Ну, ishlash oson. Ismagul opani qanaqa xarakteri? Ana injiq emasmi? Yo'q, injiq emas. Demak, yaxshi Xarakterlari. To'g'risini aytinglar. Yo'q, xarakterlari yaxshi lekin. Ha, xarakterlari yaxshi. Sizcha qiynalmaysizmi? Yo'q. Bu ikkinchi oymi ishlashingiz? Ikkinchi oy, ha. Misol uchun oq ko'ylaklarda ma'lum bir darajada mehnat talab qilinadi. Tikish, bichish yoki mijozlarga qarash, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Shu haqida gapirib bering. Men injiqlar to'g'risini aytmaysan. Endi hamma klientni razmeri har xil bo'ladi. O'shanda ozgina to'g'irlab beramiz, olib beramiz, perezelka qilib beramiz. Ismagul opa, andozalaringizni bir xil qo'yib mana shunaqa bichasizmi? Qanaqa bo'ladi? Endi har xil ko'ylarimizga har xil andoza qilinadi. O'tiring. Har xil andoza bo'yicha chiqariladi. Har bir mijozimiz uchun alohida andoza yaratiladi. No, Italiyadan olib keltirilgan andozalarim bor. Ular standartniy razmerlarimizga mo'ljallab qilingan andoza bo'ladi. U sekretniy. U Italiyadan olib keltirilgan andozamizni даже oddiy tikuvchilarimga ham taqdim qilmayman. Yo'q. Uni necha yillik o'zimni komandamga ishonchli bo'lib ketgan tikuvchilarimni qo'liga topshiraman. Shundoq qilishadi, yana obratni qaytarishadi. Uni Italiyadan olib keltirganman, haqiqatan qolib boshqacha turadi. Shunda Italiyadan ularni sotib olganmiz, ma'lum Sotib miqdorga. olganman. Qanchaga sotib olgansiz sir bo'lmasa, andozalarni? 5 yil oldin $1,500 sotib olgandim. 5 yil oldin. Jahon bozoriga chiqish niyatingiz ham bormi o'zingizni? Albatta bor. Masalan, hozirdan Turkiya davlatiga mato olishga boraman. Meni brendimni ko'rishadi, tanishadi. Turkiyada o'zim o'sha arkadoshlarim bor, o'rtoqlarim bor. Arkadoshlarim mendan kelin ko'ylak sotib olishgan. Turklarni o'zimi? Turklarni o'zi. Turk emas, qanaqa? Turkiyani o'zi demoqchiman. Turkiya turmushga chiqqan. O'zbekistonlik, asli o'zbekistonlik, lekin turmushga chiqqan Turkiya davlatida meni o'zimni o'sha o'rtoqlarim mendan ko'ylak buyurtma asosida buyurtma qilib, ko'ylak tiktirib, u yoqdan salon ochish etapida yurishibdi. Shunaqa. Hozir men bu yerda ko'ryapman, o'sha tikish uchun, bichish uchun bo'lgan sharoitlar turibdi. Shu xonani o'ziga qancha pul sarflangan? Misol uchun umuman biznesingizni oladigan bo'lsak, hozir u yoqda turgan ko'ylaklar, bu yoqda turgan texnika, yana u yoqda turgan ish, stajyor narsalaringiz bilan shunda qancha pul ushlab turibdi zaxirada? Endi texnika hamma narsalarni hisoblaganda $15,000 atrofida bo'lishi mumkin. Misol uchun siz mana ham o'zingiz dizayner, ham ko'ylak ishlab chiqarasiz. Shogird tushmoqchi bo'lganlar ko'p bo'lgan menimcha. Qanaqa olasiz ularni? Bo'lgan. Tanlab olasizmi, iste'dodiga qaraysizmi, nimasiga qaraysiz? Iste'dodiga qarayman, xohishiga qarayman. Bor menda shogirdlarim, necha yillar oldin ham shogirdlarim bor. Hozir atelyemotda ham ochgan anaqalari bor, erishgan, natijaga erishganlari bor-da. Nimasiga qarayman, aslan o'zini xohishiga qarayman. Shunaqa shogirdlar kelgan, menda o'sha vaqt olganman, qabul qilganman, ota-onasining xohishi bilan kelganlar-da. O'zini xohish bo'lmagan demoqchisiz. Ular natijaga chiqarib bera olmagan. Meni mehnatimni yuzaga chiqarib berisha olmagan-da. Lekin shunaqa shogirdlarim bor. Ota-onasi pulini berishga qobiliyati, sharoiti yetmaganda, lekin qabul qilganman. Ana o'sha shogirdlarim hozir normalniy brendlarni ochib, normalniy atelyemotlarni ochib, yurg'izib, zo'r bo'lib ketgan shogirdlarim bor. Mana bunaqa ekanda, Anora, mana pul topasiz-ku. Pul topganingizdan keyin o'sha maqsad so'nib qolsa-chi, motivatsiya tushib ketaverar ekanda. Yangi sel kerak ekanda, yangi maqsad kerak. Shunday. Menda yangi maqsadim, mana Allohga shukr, brendimni shakllantira oldim. O'zim xohlagan mijozlarimizga chiroyli xizmat ko'rsatyapmiz. Servisimiz bor, filiallarim bor-da. Keyingi maqsadim mana shunaqa qizlarimizga kasb hunari o'rgatish, pul topishi yo'lini o'rgatish. Misol uchun oq liboslar, mana shunaqa kelin ko'ylaklar, to'y liboslar ochish uchun nimalarni maslahat berasiz? Mana bizni bugun kuzatayotganlar bor. Ularda ham shu oq liboslar salonni ochish g'oyasi kelib qoldi. Nimalar qilishsin? Ochishmoqchi bo'lishsa mustaqil maslahat. Birinchi nastavnik topishini maslahat beraman. Ya'ni ustoz. Ustoz. Ustozsiz bo'lmaydi. Ustozsiz qiyin. Ustozsiz topish mumkin. Katta pulini yo'qotib qo'yadi-da. Katta pul tiklanadi, katta pul yo'qotib qo'yilishi mumkin. Undan ko'ra bitta ustozni ushlash yaxshiroq. To'g'ri, maslahat olib demoqchisiz. Maslahat olib boshlashni maslahat beraman. Yoki qanaqadir o'sha salonda ishlab ko'rsin. Ishlab ko'rsinki, minusini ham, plyusini ham ko'radi. Ichkariga kiribdi. Qayerda plyusi bor, qayerda minusi bor. Mana salon deganda katta puli mundoq qilgandan kelib qoladi degan emas-da, Anora.
uni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. O'ziga yarasha sezon emas holatlari bor. Sezon emas holatlarida o'zingizni yoningizdan berib turishga ham rozi bo'lishingiz kerak-da. Uni necha yil ushlab turish, brendni ushlab turishi o'zi katta gap. Tushunyapsizmi? Mana brendni o'zini reputatsiyasini ushlab turishi o'zi ham juda katta narsa. Franshizangiz qancha? To'g'riroq franshizangizni qanchaga sotasiz? Franshizani praysi bor. Ha. Eng kam franshiza $10,000. Eng kami. Lekin o'rtachasi $25,000. Nima farqi bor bularni? 10 ming bilan 25 ming. Franshizada qarang, ham tovar berasiz, ham brendingizni berasiz, ham biznes strategiyasini berasiz. Xo'p, brend o'zi qancha? 10 mingmi shunda? Brend o'zi 10 ming. Tovar bilan? Tovar bilan $25,000 bo'ladi. Uni ham lekin tovari ham praysi bor-da. Qimmat premium segment bor. O'zi biznesda sferada mijozlarning premium segmenti bor, o'rta segment bor, arzonchi segment bor-da. O'rta segmentni tanlasa $25,000 bo'ladi. Premium segmentdagi darajada ochmoqchi bo'lsa $25,000 dan yuqori $35,000 gacha bo'ladi. Mahsulotlari, hamma narsasi ichida tayyor. Oladi, sotib oladi, yurg'izadi, srazi davom ettiriladi. Demak, biz o'sha 1 yildan keyin yana siz bilan suhbatni davom ettiramiz va u paytda sizni uylaringiz va oilangiz, xudo xolasa, uylarimiz bo'ladi. xudo xolasa, investitsiya uchun. inshaalloh. Va hammasini mashinalar bilan obzor qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Demak, biz xayrlashamiz yaxshi kayfiyatda. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad tilaymiz. Agar sizga ham kelin ko'ylak biznesi qiziq bo'lsa, bu intervyuni to'liq ko'rishingiz kerak. Bu intervyu, bu loyiha sizga yoqqan bo'lsa, bizga like va kommentariy yozishni unutmang. Gaplaringiz bor? Taklif uchun Rahmat. rahmat. Joningiz Xush kelibsiz. Qizlarimizga ham o'ylaymanki, manfaatli bo'ladi.